Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, chorva qo'yish kozlari. Bugungi video roligimizni Andijon viloyati Bo'ston tumanida joylashgan Zavra mahallasidan olib boryapmiz. Bugungi video roligimizda mosh palaylari, mosh pirislari hamda moshdan chiqqan mana bunaqa burlari bo'ladi. Ya'ni mosh kombayndan chiqarganda mana bunaqa burlari chiqadi. Po'stoqlari, ancha-muncha maydalab juda bo'lib ketgan baklari, shulari. Mana shularni sotib oldik. Bular qaysi birini effekti nech puldan tushadi, arzon tushadi, qaysi birini effekti yaxshi, shu haqida bo'ladi. Mana burlarini ko'rishingiz mumkin. Bu kombayndan chiqarganda po'stoqlari chiqqan holati, ancha-muncha baglari bilan mana shu holatda. Buni 1.20 likka 90 lik qopda qoplab toshyapmiz uyga. Mana bu holatda qoplab solyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu joyda 1 gektarini 300 ming so'mga sotib oldik. Hozirgi kun bo'yicha narxlari 300 ming, 400 ming, arzon bo'lib qolsa 250 ming. O'rta hisobda 300 ming bilan 350 ming atrofida bo'lyapti. Mana shunaqa burlari, bu poyalari, ya'ni palaklari fermer o'zida qoladi. Fermer buni pris qilib o'zini fermer sotadi. Mana materialni ham yuklab olib ketamiz hozir. Общий ko'rishingiz mumkin. Materialni yuklab olib ketishimizni. 25 ta qopni qoplab olib ketyapmiz. Mana shu holatda. Mana olib keldik. Bugungi kun hisobida hozir 2025-yil 28-sentyabr haftaning yakshanba kuni bularda 3 ta yordamchi olib kelib qopladik. Mana shu holatda. Mana ko'rishingiz mumkin. Ancha-muncha moshlari ham bor buning ichida. Xo'p. 3 ta yordamchi olib kelib qopladik. Materialda xizmati o'pishi bizga yordamchilar bilan materialda xizmati 650 ming so'mga tushdi. 3 ta yordamchi bilan materialda xizmati. Joyda 300 ming so'mga sotib olgan bo'lsak, faqatgina mana shu burlarini olish uchun 950 ming so'mga bizga tushdi. Bugun qo'ylarni baqqani ham vaqt bo'lmadi. Qo'ylarga buni mana hozir beramiz. Qo'ylarni ham yeyish holatlarini ko'rishingiz mumkin. Qo'ylarga qaysi birini effekti yaxshi bo'ladi. Mana bu burini bergan yaxshimi xashak sifatida yoki o'zi palaklarini, mosh palagini pris holatda bergan yaxshimi? Qaysi birining effekti yaxshi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Lekin arzon qimmatligi bo'yicha hozir sizlarga bularda burini bir qop qancha chiqadi и presini, mosh palagida presini og'irligi qancha chiqadi? Buni taroziga qo'yib ko'rsataman. O'zingizlar xulosa qilishingiz mumkin. Buni qaysi biri yaxshi bo'lishligini. Qo'ylarni ham mana junini olib olganmiz. 15-sentyabr bilan 25-sentyabr orasida olindi bu qo'ylar juni. O'zi aslida 15-avgust bilan sentyabrgacha olingani ma'qul bo'lar ekan. Issiq qaytgan vaqtda. Hozir endi ozgina kech qolibmiz biz, lekin ovora qoldik. Qo'ylar junini olib mana chiroyli qilib qo'ydik. Qo'ylar ham ishtaha bilan yeyapti, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib holatda yeyapti. Buni bitta yaxshi tarafi drabilkadan o'tkazish yoki boshqa qilish shart emas ekan. Shunday olib kelib qo'ylarga bersanglar o'zi to'kmasdan, chochmasdan yevar ekan. Mosh palagini pris qilingan holatda uni drabilkadan o'tkazib bermasa, oyog'ini taylariga chochib tepalab yuboradi. Lekin buni umuman to'kmasdan yeydi ekan. Pris holatda bersa uni to'kib yuboradi. Uni moshi palagini olib kelgandan keyin drabilkadan o'tkazib ozgina maydalab bersa, uni oyog'ini tagiga to'kmasdan yeydi. Lekin bu holatda bu burlarini o'zi shunday bersa ham bo'laver ekan. Hech qanaqa to'kmasdan juda ham chiroyli holatda yeyapti. Hozir endi
qoplarda olib kelgan qoplarimizni taroziga qo'yib tortib ko'ramiz, qaysi biri arzon tushadi. Pris arzon tushadimi yoki o'sha burlar arzon tushadimi? Bizga kommentariyga yozib ketishinglarni so'rab qolaman. Mana bu burlari yaxshimi yoki palagi yaxshimi? Qo'yga effekti qaysi biri yaxshi? Mana o'zimiz qoplagan qoplarimiz bor, yaxshilab bosib qoplaganmiz. Bularni 22 kg 340 gramm chiqyapti. O'zimiz yaxshi bosganlarimiz. Qoplari 1.20 ga 90 santimetrlik qop qoplarimiz. Mana prisni ham tortamiz. Prislarimiz 13 kg 200 chiqyapti. 90 santimetrlikka boylangan pris bu prisimiz. Pris narxlari, mosh pris narxi bugungi kun hisobi bo'yicha 12 ming so'm bilan 15 ming so'm orasida bo'lyapti. Endi bizga qaysi biri arzon tushadi, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yordamchilar olib kelgan, ayollar qoplagan. Ayollar qoplagani 17 kg 300 chiqyapti. O'rta hisobda bizga 19 kg, 19,5 kg, 20 kg atrofida to'g'ri keladi. Mana bu qoplarimiz. Endi o'zingizlar hisoblab olishingiz mumkin. 100 ta pris 12 mingdan bo'lganda ham 13 kglik prislarimiz, 13,5 kglik prislarimiz 1.200 ming bo'ladi. Bularni ko'rishingiz mumkin. Mana ancha effekti yaxshi bo'lyapti hozir menimcha. Buruniki 19 kgdan bo'lsa ham 100 tasi 950 ming so'mga tushyapti. Mosh prisni 12 mingdan olsa ham 13 kgligi 1.200 ming so'mga tushadi. O'zingizlar buni hisobga qilib olishingiz mumkin. Effektini mana ko'rishingiz mumkin. Qo'ylar ham juda ishtaha bilan yeyapti buni. 15-20 minut vaqt o'tdi orada. Qo'ylar uji yeb mana tayda. Ancha kesaklari qoldi xolos. Hozir buni ham yeyishyapti hali. 15-20 minut ichida buni ham yeb yo'qib oxirigacha tozalab yuboradi. Sizlar uchun foydali video bo'lgan bo'lsa, bundan xursandman. Yaqinlarga videomizni yuborib qo'yinglar. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Bittadan like bosib, kanalimiz rivoji uchun yaqinlarga yuborib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Doimo sog' omon umrlaringiz uzoq bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat hammaga.